Solishtirish kerak vaqtda juda foydali. Misol uchun hozir Instagramda yoki boshqalar ko'rayotgan narsamiz, ko'pchilik misol uchun 18 yoshli, 20 yoshli bolalar uncha-muncha ish qilib qo'yapti. Misol uchun mashinasi bor, uy olyapti, boshqa qilyapti. Endi bu yoqda uni tengdoshlari siqilib qolyapti. O'zini solishtiryapti, nimaga men shu narsaga erishmayapman deydi. Endi bu yoqda uni to'g'ri foydalanish bor bu narsadan. Ya'ni motivatsiya qilib foydalanish bor. Qanaqa? Misol uchun ko'ryapti, 18 yosh, 20 yoshli bola. Unda ham potensial bormi? Bor. Undagi bilim unda ham bormi? Bor. Bo'lib qilib ko'rish kerak. Undan so'rash kerak. Qanday qilib erishding shu narsaga deyish kerak. Misol uchun sen bilan tengdoshmanmi? Erishmayapman bu narsaga. Nima qilyapsanki shu narsaga erishyapsan deb turib. Asl solishtirish evolyutsiyaning eng katta fundamentlaridan bittasi. Avvalo qabilalar bir-biri bilan solishtirgan. Misol uchun bu qabila bu narsa bor, bunda o'syapti. Nima qilsak biz ham o'samiz. Undan keyin oilalar, undan keyin davlatlar bir-bilan solishtiradi. Lekin bu yerda noto'g'ri solishtirish bor. Noto'g'ri solishtirish, misol uchun ota-ona farzandni boshqa farzand bilan solishtirish. Endi u yerda oilaviy sharoit boshqa bo'lishi mumkin, ota-onaning tarbiyasi boshqa bo'lishi mumkin. Bu narsa sal to'g'ri qabul qilish qiyin ko'pchiligiga. Endi ikkinchi yana noto'g'ri tarafiki, ya'ni noto'g'ri solishtirish, bu hasad bilan solishtirish. Ya u yaramas o'g'ri, yolg'onchi, infatsigan. Boshqa narsalar bilan solishtirsa, bu odam hech qachon o'smaydi. Endi solishtirganda o'sha aytganini so'rash kerak prosta. Bor qanday erishyapsan bu narsaga? U odam yo'q, men aytmayman demaydi. Bo'ldi, bunaqa qilsang, bunaqa qilsang erishasan.